Muhtaram prezidentimiz Marg'ilon shahrimizga tashriflaridan so'ng mana biz Zuhro mahalla hududida ham keng ko'lamli qurilish hamda obodonlashtirish ishlari boshlab yuborildi. Mana hozirgi kunda o'zlaringiz ko'rib turibsizlar. Avvalambor bu obodonlashtirish va qurilish ishlarida ko'chalarimizni asfaltlashtirish, ko'p qavatli uylar fasad qismlari hamda podest qismlari, ularning atroflari, ichki yo'llari to'liq ta'mirdan chiqarilyapti. Bunaqa keng ko'lamli qurilish va obodonlashtirish ishlari ancha yillardan buyon bo'lmagan. Bundan fuqarolarimiz juda ham xursand. Bundan tashqari hududimizda 3 ta bolalar maydonchasi qurib bitqizilyapti hamda nuroniylar maskani. Bundan tashqari xotin-qizlarimiz uchun ko'p qavatli uy oldida tandir o'choqlar ham zamonaviy tusda qurib bitkazilib, ayollar foydalanish uchun topshirildi. Bundan ayollarimiz juda ham xursand. Fuqarolarimiz nomidan, xotin-qizlar nomidan muhtaram prezidentimizga o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz. Men Hakiva Nargiza, shu Zuhro mahallasida yashab kelaman 30 yildan buyon. Shu mahallamizda hozir mana katta o'zgarishlar ketyapti. Va mana shu yerda necha yillardan beri yashasam, bunaqa o'zgarishlar bo'lmagan edi. Mana bolalar maydonchasi, nuroniylar, maskani, tandirlar, o'choqlar, hamma kelinlarimizga non yopishga ham qulayliklar, somsalar yopilyapti. Mahallamiz gullab yashayapti. Bundan hamma fuqarolarimiz minnatdor. Yo'llar asfalt bo'ldi. Mana maktab yo'laklarimizga borib kelish oldin noqulayliklar tug'diradi. Hozir qulay, hamma yo'q, asfalt tekis. Bugun mana bizni mahallamizga kelgan hamma insonni bahridil ochilib kirib kelishdan, o'zi ko'chamiz bo'yidan kirib kelishdan ko'rsangiz har xil manzarali daraxtlar ekilyapti, gullar, suvlar tushirildi. Hamma yo'g'imiz gullar, hammani kayfiyati ko'tariladigan darajada a'lo bo'ldi. Avvalo prezidentimizga rahmat, mahallamizni chiroyli qilib gullab yashlashda o'z hissalarini qo'shganlari uchun bundan minnatdormiz.